Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdaka Roza Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü leksiyamızın mavzusu mundaq. Prezident Trump hükümeti qilishni şartıldı deb bilib Çavuşanga qaratmoqchi. Mavzuli xabar 6 ayning 29 kuni Epoch Times'da e'lon qilinib, shu kuni Vanvitor betiga qo'yildi. Xabar mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trumpning davlat bexatarlik maslahatchisi haftaning 3 kuni mundaq ko'rsatdi. Çavuşanga qanday taqobil turish kerak? Prezident Trump hukumati jumladan harbiy ishlar loyihasini o'z ichiga olgan holda keng doirada taktikalik siyosatni o'ylashyapti. Fox News xabarlari xabar qilib mundaq ko'rsatdi. McManus davlat bexatarligi ministri Kayli bilan birlashib ochgan bexatarlik yig'inida mundaq ko'rsatdi. Hozirgi tahdid intayin jiddiy. Shunga nayt aniqki, biz o'xshash bir taktikini, ya'ni o'tganda mag'lub bo'lgan taktikini yana takrorlamasligimiz lozim. Amerika ko'p yillardan beri qilib kelayotgan, balki uningdan o'xshash bo'lmagan natijaning chiqishini umid qilish bu bir talbilikdir. Amerika ko'p yillardan beri qilib kelayotgan ishlar, masalan, Çavuşanga qadar deylik, ammo ishlardan yana shunday natija chiqarishni o'ylashning o'zi bu bir bema'nilikdir. Prezident Trump Çavuşandan qattiq ansirayotganligini ishora qildi. Çavuşan hakimiyeti intayin bir zor bir mesele paydo qildi. Buningga taqobil turishimiz kerak. Balki tezlik bilan taqobil turadigan narsa kerak. Taqobil turishimiz kerak. Balki tezlik bilan taqobil turadigan bir narsa kerak. Amerikalik 2 nafar ofitser CNN'ga simliq CNN televiziyasiga mundaq dedi. O'zgartirilgan Çavuşanga qaratilgan harbiy ishlar loyihasi tayyorlanib bo'ldi. O'zgartirilgan Çavuşanga qaratilgan harbiy ishlar loyihasi o'zgartirilib bo'lindi. Prezident Trump topshirishga tayyorlik qilyapti. Bu loyiha jumladan harbiy ishlar bilan inkas qaytirish. Agar Pyongyang elib berayotgan yadro sinoqlari va raketa sinoqlari Çavuşan Amerikaning ziminiga zarba bera oladigan iqtidorga erishganligidan bishorat beradigan bo'lsa, undaqda Çavuşan qaratilgan loyiha Prezident Trumpga topshiriladi. McManus 3 kuni Washington bilim xazinasiga mundaq ko'rsatdi. Barliq tanlashga tayyorlik qilishimiz lozim. Chunki prezident bizga aniq holda mundaq dedi. Çavuşanning yadro iqtidorining Amerikani nishonga olishini qabul qila olmayman. Amerika xalqini nishonga oladigan bo'lsa, bu tahdidni qabul qila olmayman. McManusning so'zlari Prezident Trump bilan Koreyaning prezidenti Moon Jae-in ko'rishishdan bir kun burun so'zlandi. McManus mundaq dedi. Davlat bexatarligi maslahatchisi McManus mundaq dedi. Moon Jae-inning Amerikani ziyorat qilishi jumladan Çavuşanga qaratgan yangi taktikani o'z ichiga oladi. Biz tunib yetdik. Çavuşan hakimiyetiga texnik ko'p besam ishlatishimiz kerak. Men mundaq hisoblayman. Sen kelgusi bir necha kun yoki bir necha hafta ichida bu jihatga tirishchanligimizni ko'rib olaysan. Kelgusi bir necha kun va bir necha hafta ichida bu jihatga tirishchanligimizni ko'rib olaysan. Koreya prezidenti Prezident Trump bilan bir turib Çavuşanga taqobil turadiganligini bildirdi. O Çavuşanga yumshoqlashgan pozitsiyasini biroz o'zgartdi. O biz Çavuşanda yadro nishonini cho'p tashlash nishonimizni
işe aşırışımız lazım. Ahire Şarkı Şimali Asya'da tinchlikni işe aşırışımız gerek. Çavuşanның ciddi vaziyet içinde Prezident Moon Jae-in bilen Prezident Trump'ның söhbeti haftanın 4-cü günü keşte başlanıp haftanın 5-ci günü resmi söhbetge olturdu. Cungo Amerika bilen Çavuşanның söhbet kılışını ümit kılattı. Beijing'nin Çavuşanga iqtisadi besim işiltip məsləhət qilishig'a ümitsizlikka ergişip bu nişanның işga ashishining mumkin emasligini ko'rib yetdi. Masalan, Beijing Çavuşan bilan Amerikaning suhbatga o'tirishini umid qilatdi. Oxirida bu ishning ishga oshmaydiganligini ko'rib yetdi. Alomatlar ko'rsatgan ediki, yadro qurollari to'g'risida qayta suhbat o'tkazishni umid qilatdi. Amerika Çavuşan yarim orolida harbiy kuchni hozir harbiy kuchni ko'rsatishni kuchaytdi.